Bir vaqtda birli ishga kuchashning ahamiyati. Meni o'z ichiga olgan nurg'un kishilar hayotining ko'plagan sohalarida yuksalishni o'ylaydi. Masalan, men yozmalarimning texmi ko'p kishilarga yetib berishini, chiniqish uyda texmi eg'ir ishtankini ko'tarishni hamda zehn markazlashtirishni izchil mashq qilishni orzulayman. Bular mening nishonlarimdan faqatla bir qanchasi. Sizning nishon tizimligingiz balkim texmi uzun bo'lishi mumkin. Ammo masala shuki, biz nishonimizni ishga oshirishga bel bog'lagan taqdirdami, gohida kona odatlarimizga qaytib olishimiz normal ahvoldir. Turmush uslubini mangulik o'zgartirish haqiqatan qiyin. Yaqinda men turmush uslubini o'zgartirish jihatdagi bu mushkulotlarni bir oz bo'lsin osonlashtiradigan yoki osonlashtira olishi mumkin bo'lgan bir qism tadqiqotlarni bayqadim. Halbuki, tövanda ko'rdiğinizdek, turmushning ko'plagan sohalarida yuksalish to'g'risidagi bu metod qiliplashib qolgan tushunchadagidan farqlidir. Yaxshi orzularning bakli ko'p bo'lib ketishi. Agar siz ko'p xil yaxshi odatlarni yetildirib, ondan uni mangu davomlashtirishni o'ylasangiz, undaqda qanday qilganda sijillikqa kapolatlik qila oladiganligingizni bilib olishingiz zarur. Qanday qilganda yaxshi odatlarni sijil davomlashtira olasiz? Xo'sh, tövandagisi bir turli psixologiyalik tadqiqotda bayqalgan. Nishonga yetishdagi eng yaxshi usullarning biridir. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, agar siz bir qilmishni qachon, qayerda va qanday ijro qilganligingiz to'g'risida konkret plan tuzsangiz, undaqda odatni davomlashtirish ehtimolligingiz 2-3 hassa yuqori bo'ldi ekan. Masalan, bir tadqiqotda tadqiqotchilar kishilardan tövandagi jumladagi bo'shliqlarni to'ldirishni talab qilgan. Oldimizdagi bir hafta ichida men paloni chisloda, bukuni soatda, ustani yerda kam deganda 20 minut jiddiy harakat qilaman. Tadqiqotchilar yuqorqi jumladagi bo'shliqni to'ldirganlarning haqiqiy chiniqish ehtimolligining kelgusiga aloqador harakat plani tuzmagan silishtirma gruppidagilarnikidan 2-3 hassa yuqori bo'lganligini bayqagan. Psixologlar bu konkret planlarni ijroat niyati deb ataydi. Chunki bular sizning ma'lum bir qilmishni qachon, qayerda va qanday ijro qilmoqchi ekanligingizni, ya'ni niyatingizni bayon qiladi. Bu bayqash allaqachon yetarli darajada isbotlandi hamda nurg'un sohalarga chetildigan yuzlagan tadqiqotlarda takrorlandi. Masalan, ijroat niyatining kishilarning chiniqishini va velosiped minishni boshlash, qaytarqinib o'rganish qilish, hatto tamaki tashlash ehtimolligini oshirdiganligi bayqaldi. Halbuki, iz qo'g'lab tekshirishlarda shu narsa bayqaldiki, buni tushunilish to'liq muhim. Ijroat niyati faqat bir vaqtda birli ishga kuchiganda ondan o'z rolini joriy qildira oladi. Amaliyotda tadqiqotchilar bir necha nishonni tangli amalga oshirishga uringanlarning bir nishonga ahamiyat berganlarga qaraganda o'z nishoniga ancha sodiq emasligini va muvaffaqiyat qozonish ehtimolligining nisbatan tuvanligini bayqadi. Bu nuqta to'liq muhim bo'lg'achqa uni takrorlab o'tay. Yangi odatingizni qachon, qayerda va qanday davomlashtiradiganligingiz haqida konkret plan tuzsangiz, bu sizning shu odatni davomlashtirish imkoniyatingizni zo'r darajada oshirdi. Lekin buning oldingi sharti bir vaqtda birli ishga kuchashdir. Birli ishga kuchsangiz qanday ahvol yuz berdi? Tövandagisi bir vaqtda birli ishga kuchash kerakligining yana bir ilmiy sababi. Siz yangi odatni boshlaganda uni unutib qolmaslik uchun аңлы қалдан nurg'un kuch sarf qilmasangiz bo'lmaydi. Halbuki bir mezgildan keyin qilmish andisi osonlashadi-da, natijada siz yetildirishga urinayotgan shu yangi odat sizning normal mashg'ulotingizga aylandi. Bu jarayon asosan ongsiz va avtomatik bo'ladi. Tadqiqotchilar bu jarayonni avtomatlashish deb ataydi. Avtomatlashish bir qilmishni har bir qadam haqida o'ylanmasdan qilish iqtidorini ko'rsatadigan bo'lib, bu qilmish andisining avtomatik va odat xarakterlik bo'lishiga imkoniyat yaratadi. Lekin bu yerda diqqat qilishga tegishli bir nuqta bor bo'lib, faqat qilmish nihoyat ko'p qitim takrorlanganda, ondan avtomatlashish ro'yobga chiqadi. Siz bir ishni qancha ko'p takrorlagan sari qilmishingiz shuncha avtomatlashadi. Diqqat qilishga tegishli eng muhim ish shuki, bu jarayonda yangi odatlar asosan avtomatlashib bo'ladigan hal qiluvchi nuqtalar bor. Odat shakllantirishga qanchalik vaqt ketishi, shu odatning qiyinlik darajasi, muhitingizning qandoqligi
və irsiyat qatarlıq nurgun amillarga bağlıq. Yuqorida tilga ilingan tədqiqatda bir adətning avtomatlaşışı üçün təxminən 66 gün ketilganligi bayqalgan. Lekin bu sanni uncha muhim bilib olmang. Mazkur tədqiqatning obyektlari favqulodda keng doiralik bo'lg'achqa, siz bir odatni avtomatlashtirish uchun bir qancha oy vaqt ketadiganligini bilsangizlar bo'ldi. Yuqorida ba'zi tashabbuslarni bayon qilib o'tdim. Shularning amaliyotga tatbiqlash kerak bo'lgan muhim nuqtalarini mundaq xuloslash mumkin. Birinchi, siz bir qilmishni qachon, qayerda va qanday ijro qilganligingiz to'g'risida konkret plan tuzsangiz, odatni davomlashtirish ehtimolligingiz 2-3 hassa yuqori bo'ladi. Bu ijroat niyati deb ataladi. Ikkinchi, siz cho'qim zehningizni bir qancha ishga emas, bir ishga markazlashtirishingiz kerak. Tadqiqotlarda bayqalishicha, agar siz bir qancha odatni tangli yetildirishga urinsangiz, ijroat niyati o'z rolini joriy qildira olmaydi. Uchinchi, bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, har qanday odat qancha ko'p takrorlangan sari shuncha avtomatlashadi. Odatni yangi odatning avtomatik qilmishga aylanishiga kam deganda 2 oy vaqt ketadi. Mazkur tadqiqotdan yakunlangan, qiliplashib qolgan qarashga zid xulosa shuki, hayotni taltuks o'zgartirishning eng yaxshi usuli hayotni taltuks o'zgartirish emas. Aksicha, hayotni taltuks o'zgartirishning eng yaxshi usuli bir vaqtda zehnni muayyan bir odatga markazlashtirib, uningga mohir bo'lgan qadar uni takrorlash va uni hayotning avtomatik parchasiga aylantirishdir. Ondan keyingi yangi odat uchunmi o'xshash jarayonni takrorlasangiz bo'ladi. Kelajakda ko'pga mohir bo'lishning to'g'ri chorasi hozircha bir ishga mohir bo'lishga kuchashdir.